$795 evaziga Toshkentdan o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan firmadan Umra safariga borishlari mumkin bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travelga yetib kelganmiz. Oldin agar sizlar borgan bo'lsalaring, vizalaringiz hali so'rovga tugamagan bo'lsa, $795 evaziga Xudo xolasa borishlari mumkin bo'ladi. Yo'q, mana vizam yo'q, birinchi marta boryapman deganlarga Xudo xolasa $895 evaziga Hikmat Travel orqali Umra safariga borishlari mumkin bo'ladi. Bugun Abdug'ofur aka oldilariga yetib kelganman. Shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi, nechinchi sanalga, qayerdan reyslar bor degan obunachilarimiz Xudo xolasa barcha savollarga javob olishga harakat qilamiz. Abdug'ofur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka aytgan narximda endi bitta sharoitlar tushuntirib bersangiz, qachonga reyslarimiz bo'ladi, to'lov masalalari qanaqa? Xo'p bo'ladi. Toshkentdan reyslarimiz qo'yilgan. 1-avgustdan 10-avgustgacha bemalol aloqaga chiqinglar. Toshkent yo'nalishimiz bo'yicha narxlarimiz $795 ga vizalaring bo'lsa, $795 bo'ladi. Yo'q, men birinchi marta borishim deydiganlar uchun vizasi yo'qlarga $895 bo'ladi. Birinchi marta borayotganlarga. Birinchi marta borayotganlarga avgust oyiga reyslarimiz narxi $895. Zo'r. Yo'q, men vodiydan bormoqchiman deydiganlar uchun Namangandan reysimiz bor. Namangandan reysimiz buni $950 qilib beramiz, xudo xolasa, vodiy reysimizni. Toshkent reysimiz $895, Namangan reysimiz $950. Bemalol aloqaga chiqinglar, qolganini o'zimiz tushuntirib beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlar beriladi. Endi sharoitlari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastinisamiz bo'sh bo'lsa, o'shga tushasizlar. Lekin gastinisalarda eshitadi, avtobuslar qatnovi mavjud yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi aeroportda. Undan tashqari 50 boshimiz ham aeroportdan birga borib, birga kelishadi iloji boricha xudo xolasa. Xo'p, qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Har bitta odamga xudo xolasa. Endi to'lovlar masalasi qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimiz respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Xohlasalar ofislarimizga kelib to'lovlarni amalga oshiringlar. To'lov manzillari Toshkent, Andijon, Farg'onada ofislarimiz bor. Yo'q, biz onlayn bu joylar bizga uzoqlik qiladi. Biz onlayn ham joyimizni birov qilsak bo'ladimi deydiganlar uchun shu nomerlar, o'zimning nomerim, bemalol telefon qilinglar, o'zim aloqaga chiqaman, xudo xolasa. O'zim javob beraman. Ismim Abdug'ofur. Bemalol joylarni onlayn qanday qilib bron qilish dedi, o'zim o'rgatib tushuntirib beraman, xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q. Menimcha hamma savollaringga javob oldilaring degan umiddamiz. Yo'kida qanaqa do'stlardan savollaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga Telegram, WhatsApp, oddiy telefon orqali ham telefon qilsalar, xudo xolasa, chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilinadi. Aytib o'tganimiz reyslarda aytib o'tdik, sanalarni aytib o'tdik, narxlarni aytib o'tdik. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, birinchilardan bo'lib videolarimizni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha